Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, omonmisiz, bormisiz? Bugun ishdan kelib juda ham mazali chuchvara yegim keldi. Mana xamirlarimni tayyorlab oldim. Endi yoyishga tushdim, darrovgina tezroq bo'lay deb dadajonimiz ishdan och qolib keladilar. Mana kesib oldim. Ungacha qiymalarimiz ham tayyor bo'lib turibdi. Endi bu chuchvaralarni tukkancha sabr qilib o'tiramiz. Mana chuchvaralarni tayyorlab oldim. Chuchvaramni to'kib olib, mana tayyor bo'ldi. Endi bularni suvga solib pishirib olamiz. Mana chuchvaralarimiz pishib chiqdi. Endi bularni suzib olamiz. Yonida qattiqlari bilan zo'r ketadi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Oilangiz juda ham xursand bo'ladi. Bu videolarimizgacha Allohga omonatsiz. Yoqsa like bosib qo'ying.